Ot. Ana Hasan Husanlarni qara. Yomon bir-biriga o'xshaydi. Umuman ajratib bo'lmaydi. Hech qanaqa. Umuman o'xshamaymiz. To'g'rimi Husan? Ha, to'g'ri. Men sal chiroyliroqman. Men o'zimga o'xshayman. Egizaklar bunaqa gaplarni eshitib o'rganib ketgan bo'ladi. Lekin har doim ham seni kimgadir o'xshatishlari yoqavermas ekan. Aka qarang menga 8 ta manta, osh, 10 ta shashlik, qozon qovoq, norin, ko'za sho'rva, mastava qaynatma sho'rva, lag'mon bilan keyin salat berasiz, xo'p? Uy, namuncha Hasan, mehmon keladimi? Yo'q, bitta o'zimga. Tezroq olib keling. Aha, xo'p. Ko'proq ovqat yesam semirib ketaman. Keyin umuman bir-birimizga o'xshamay qolamiz. Mayli, bir mazza qilar ekanmiz-da. Sen yemaysan, sen endi diyeta qilishing kerak. Hasan tezroq bo'l, men kiyimingki ketdi. Bugundan boshlab men sen bilan bir xil kiymoqchi emasman. Tushundingmi? Kachok bo'lsam, umuman bir-birimizga o'xshamay qolamiz. Sen hozir xurrak yotib uxlab yotgan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Aka, soch kalga oling. Nima Hasan, tinchlikmi? Ko'p gapirmay oling. Xo'p. Ana bo'lar ekan-ku, endi Husan bilan 100% boshqa odammiz. Mayli, boya Husan ham kalga oldirib ketibdi. Aha. Hasan tezroq bo'l. Xo'p, namuncha shoshirasan. Darsga kech qolamiz. Boshim og'riyapti Husan, men uyga ketdim. Dars bor-ku. O'zing amallab orasan. Har doim shunaqa qiladi. Aka-ukalar bitta sinfda o'qishi mumkinmi? Albatta, agar ular Hasan Husan bo'lsa. Tak, Ergashev Husan. Men Yaxshi, Ergashev Hasan. man Malades, bular umuman dars qoldirmaydi. xayriyat qutuldim. Aytgancha Hasan, ana u kitob nima bo'ldi? Ayrim Hasan Husanlarni faqatgina holidan ajratib olish mumkin. Husan, o'ziga indamagin-u. Aken Hasan g'ir bizdelnikda. Men Hasanman. Voy, Husanni shunaqa demoqchi edim. Hazillashdim. Husanman. Qaysi birisan o'zi? Aytgancha o'xshamaydigan Hasan Husanlar ham bor. Qalaysan adosh? Yaxshi. Hasan, bufetga boraylik. Ketdik. Hasan, nima aytgan vaqting kelmaysan? Mayli, olib keldimi chiqar. Obbo nimani? Jinnini yo'qman, men buni aytayapman. Ha? Hasan chekadimi? Menga umuman gapirma. Men nima qildim? Seni aldab uyga jo'natib yuboraman, ikkalamiz aylanamiz deganding. Yo'q. Qara bitta gap eshitganman-da, chiroyli qizlar o'zini yana ham chiroyli ko'rsatish uchun yonida xunuk dugonasini olib yurar ekan. Shu to'g'rimi? To'g'ri. Sani chiroyli dugonang qayerda? Yomon bo'ldi, ha? Hasanboy Terminator. Hasan, yana nima qilgansan? Bugun darsdan keyin esingda Xotiram yomon, eslatib yubor. kontrda Lyuboniya yoraman deganing ketdikmi? Burchakning tashqi yuzasidagi konturmi? Bo'ldingmi? Hozir qanaqa yoqadi buni? San, qarovor. Menmi? Ha, san. Ha, menmi? Hasanmi, menmi? Ha, san dedim-u. Kimni chaqiryapti o'zi? Ota-ona nima ism qo'ysa ekan deb bosh qotirib o'tirmaydigan, o'z ismi bilan tug'iladiganlar Hasan Husan bo'ladi. Hasan Husan bo'lishi o'ziga yarasha plus va minus tomonlari bor. Husan, qarzing qachon to'laysan, uka? Men Hasanman, aka. Quloqqa tepishingni qara. O'tgan safar Hasandan so'rasam, "Yo'q, men Husanman" dedilaring. Unaqa yosh bola qilmasa qarzing to'lab qo'y. Kelinglar aka. Odatda egizaklar bir xil kiyinishadi. Tabiiyki, bunday vaziyatda har xil muammolar bo'lishi aniq. Hasan? Qaysi biri meniki? Bilmadim. Hidlab ko'r. Aha. O'sha sassig'i saniki. Ko'pchilik hattoki Hasan Husanlar bir xil tush ko'radi deb o'ylashadi. Lekin Husanni tushi Hammasi sizniki. yo'q. Hasanni tushi esa xarakter va odatlarimiz bunaqa. Isib ketdim. Oynani ochaylik. Yo'q, yop. Boshimni yuvganman. Hech bo'lmasa muzika eshitib ketaylik. Qo'y, shovqin umuman yoqmaydi. Lekin egizaklarning bittasiga nimadir bo'lsa, ikkinchisiga sezilishi bor gap. Alo. Allergiyam bor-ku, nima yeyapsan? Ochapat. Yo'q, hech narsa yeganim yo'q. Aldama, hamma joyim qisyapti-yu. Qalay bo'lar ekan? Agar yana bir marta asabimga tegsang, hozir dovut chep turib orqasidan suv ichaman, keyin ko'ramiz ahvolingni. Katta
yo'qlasanda bo'lmasa o'zim bilardim. Bo'pti, boshqa narsadan spor o'ynaymiz. Meni yutsang, aka deb chaqiraman. Xo'p, nimadan? Yugurishdan. Hasan Husan bo'lishi zo'r tomonlardan biri bizni ko'pchilik ajrata olmaydi va bundan kerakli paytda foydalansa bo'ladi. Vнимание! Changimda qolib ketasan hali. Men kim bo'lganman? Bo'lishi mumkin emas. Bu safar to'yishda birinchi keldim. Toshbaqamisan, tezlash. Bo'ldi, yutqizdim. Yedingmi? Ye. Bo'pti, senga bitta sirni ochaman. Hasan, Hasan Husan. o'xshashligimizdan boshqachasiga foydalanmasa-da. Voy Hasan, ukang qayerda? Ha, nima gaping bor edi? Ishim bor edi, chaqirib bor. Uxlayotgandi. Menga aytur. Bo'lmasa mashqatni berib qo'ygin. Uchrashuvmish. Kutib qolmadingmi? Voy, Husan keldingmi? Bu mengami? Voy, yuzingga narsa edi, hozir. Voy. Voy, sen hali Hasanmisan? Hali sen meni aldab yuruvdingmi? Borga qol. Ho Hasan, nima? Nega esosani xafa qilding? Bor boshimni qotirma. Ki, Ma'min yonidagi senga tushundingmi? Ma'min demoqchimisan?